Assalomu alaykum. Bugungi mavzumiz rivojlanishida mujassam nuqsonga ega bo'lgan bolalarni yakka o'qitish dasturini loyihalashtirishga zamonaviy yondashuv. Bugungi kunda dunyodagi 500 million aholining 10% nogironlardir. Shular jumlasiga mujassam nuqsonli anamar bolalar ham kiradi. Mujassam nuqsonli anamar bolalarda bir necha nuqson birgalikda kelishi kuzatiladi. Mujassam nuqsonli maxsus yordamga muhtojlar toifasiga kar, ko'r, soqov, kar va aqlan zaif, ko'r va oligofren, harakat tayanch a'zolari jarohatlangan va ko'r yoki aqlan zaif va boshqa bolalar kiradi. Onalar va bolalar salomatligini yaxshilash, nogironlikni oldini olish, ekologik muvozanatni yanada barqarorlashtirish yuzasidan mamlakatimizda mustaqilligimizning birinchi kunidayoq muayyan amaliy ishlar olib borilmoqda. Bu esa bunday bolalar tug'ilish ko'rsatkichining o'sha 1991-yilgiga nisbatan ancha kamayganligini bildiradi. Bu mingta aholiga nisbatan 1991-yilda 34,5 bo'lgan bo'lsa, 2000-yillarga kelib 21,4 ga kamaydi. Rivojlanishda mujassam nuqsonga ega bo'lgan bolalarni yakka o'qitish dasturini loyihalashtirishga zamonaviy yondashuvlarni bir qancha psixologik, pedagogik va ijtimoiy asoslarga tayanadi. Bu yondashuvlar bola ehtiyojlari, uning individual xususiyatlari va o'qitish jarayonida qo'llaniladigan innovatsion metodlarga asoslangan holda tashkil qilinadi. Hozir men bu tashkil qilayotgan narsalarni sanab o'taman. Buning birinchisi individualizatsiya va differensiatsiya. Bunda har bir bolaning nuqsonidan kelib chiqqan holda, ya'ni unga o'zining ehtiyojlaridan va o'sha nuqsonining darajasidan kelib chiqqan holda har bir metodikalar tuzib chiqiladi. Bu o'sha bir bolaning qiziqishlaridan, uning nuqsonining sabablari, o'qitish jarayonlari shaxsiylashtirilgan va moslashtirilgan holda tuzilishi kerak bo'ladi. Bunda o'sha bola individual yondashuvni ta'minlash uchun dasturlarni uning qobiliyatlari, qiziqishlari va ehtiyojlariga qaratilgan holda qilinish talab qilinadi. Ikkinchisi inklyuziv ta'lim. Inklyuziv ta'lim tamoyillari asosida barcha bolalar, jumladan rivojlanishda mujassam nuqsonga ega bo'lgan bolalar umumiy ta'lim muassasalarida o'qishlari kerak bo'ladi. Buning uchun maxsus ta'lim metodlari, yordamchi texnologiyalar va individual dasturlarni ishlab chiqish muhim hisoblanadi. Keyingisi sensor va motorik rivojlanish. Bunda o'quv dasturida bolalarning sensor va motorik rivojlanishini qo'llab-quvvatlashga e'tibor qaratilishi zarur. Bu rivojlanish jarayonida jismoniy faollik va amaliy mashg'ulotlar muhim ahamiyatga ega bo'ladi. To'rtinchisi emotsional va ijtimoiy rivojlanish. Bolalarda o'zini aniqlash va ijtimoiy ko'nikmalarning rivojlanishiga alohida e'tibor qaratiladi. Buning turli guruh faoliyati, ijtimoiy o'yinlar va kommunikativ mashqlar yordamida erishiladi. Beshinchisi texnologiyalar va innovatsion vositalar. Bunda zamonaviy texnologiyalardan qancha ko'p foydalansak, bu mujassam nuqsonga ega bo'lgan bolalar uchun o'quv jarayonini osonlashtiradi va qiziqarli qilishda muhim rol o'ynaydi. Maxsus dasturlar, mobil ilovalar va video darslar bu orqali yanada o'sha darslarni samarador qilishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, vizual va eshitish nuqsoniga ega bolalar uchun maxsus dasturlar yoki erkin o'yinlar ishlab chiqilishi mumkin. Ular darslarni qiziqarli va intellektual qilishga yordam beradi. Keyingisi kognitiv va metakognitiv yondashuvlar. Bolalarning o'z bilimlarini boshqarish, o'rganish jarayonini o'z tahlil qilish va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga e'tibor qaratiladi. Bu ayniqsa rivojlanishda qiyinchiliklarga duch kelayotgan bolalarda mustahkam o'rganish asoslarini yaratadi. Metakognitiv yondashuvlar yordamida bola o'zining o'rganish jarayonini kuzatadi va uning samaradorligini oshirishga imkon yaratsa bo'ladi. Yettinchisi esa akseleratsiya va remediatsiya. Ba'zi hollarda rivojlanishda mujassam nuqsonga ega bo'lgan bolalarga tezlashtirilgan va
Qaytalashtirilgan dasturlar yordamida o'qitish usullari qo'llash mumkin. Bu masalan qiyinchiliklar bo'lishiga qaramay, bolaga o'rganish imkoniyatlarini taqdim etish va unga qo'shimcha yordam berish orqali amalga oshiriladi. Keyingisi, eng oxirgisi, ota-onalar va jamiyat bilan hamkorlikda ishlash. Bu rivojlanishda mujassam nuqsonga ega bo'lgan bolalar, balki shunday bolalar va bu bolalardan tashqari oddiy, masalan, bitta nuqsonga ega bo'lgan bolalarga ham juda kerakli soha bo'lib, ota-onalar bilan muntazam aloqada bo'lish bu bolaning o'sha faqatgina dars mashg'ulotlarida emas, balkim uyda ham o'zgarishlar bo'layotgani va qay darajada ota-onasining e'tibor berayotganini bilsak bo'ladi. Bunda jamiyat tomonidan bolalar uchun qo'llab-quvvatlash tizimini yaratish, turli ijtimoiy dasturlar orqali ularga yordam berish ham muhim rol o'ynaydi. Shunday qilib, rivojlanishda mujassam nuqsonga ega bolalarni yakka o'qitish dasturini loyihalashtirishda zamonaviy yondashuvlar shulardan iborat edi. Bunda bolalarni individual ehtiyojlarini inobatga olish, inklyuziv ta'lim tamoyillariga asoslanish, texnologiyalarni qo'llash va jamiyat bilan hamkorlikda qilish dasturlarini o'z ichiga oladi. Bularning barchasi bolaning shaxsiy rivojlanishiga va o'qishining rivojlanishiga samaradorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bugungi tushuntirib berayotgan mavzum shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.